Qo'shni, nima deysan? Qara, meni kiyim sanikidan qimmat, tushundingmi? Shunga nima qilay? Ha, sen arzon kiyim kiyaman, qimmat kiyim kiyaman. Turga qarab jinib qolibsan. Kelin jinib olibsanlar. Sen jinasan, blokni orasan, nima qilyapsan? Prosta o'tirman. O'tirma, chiq bu yoqqa. Nimaga? Oyog'ini salqin o'tadi. O'tsin menga baribir. Shu mamcha mer bitta boshi nima, miyasi nima, yuragi nima sotib o'rgan bor. Shuncha moshdan qatdan o'ladi bu. Bugun bitta moshdan oldi, kecha bitta moshdan olib avariya qildi. Bu puli bilmadim qatdan keladi hammaga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men o'sha Krif va meni yangigina video roligimga xush kelibsizlar. Tak bo'la qo'la so'zim, men merni moshasini kuzatib o'tiribman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Blokdan ostiga kirib ketdim. Yordam beraymi? Yordam berib bor. Qanaqa qilib qoldi bu yerga? Bilmadim, shu Minecraft bug bo'lib shu yerga tiqib bordi. Tushunarli, ehtiyot bo'ldi. Rahmat, arzimaydi. Sen nima qilyapsan? Prosta mashina kuzatib o'tiribman, Cobalt topdi. Cobalt rostdan ham yo'q, lekin bu Cobaltga emas, to'g'ri aytsam bu Lasettiga o'xshar ekan hammaylar. Xullas bo'la tezda sizlar albatta videoga tezda like bosib, tezda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va men xullas bugungi video rolikni boshladim. Qaranglar bo'lib bugungi bitta polizimiz bizlarni kutib turibdi. Bu bizlarni bitta ishimizda. Unda qolsa mana bu yerdagi telefonni olaman va все. Endi siz poliz ishimni qilishim kerak bilasizlar. Agar poliz ishimni qilmasam, mer meni qishloqdan haydab boradi. Agarda qishloqdan haydab borsam, esa bilasizlarmi nimaga boraman? 97-qishloqqa. Davolasizlar, to'g'ri eshitdilar. Xullas keling, hozir men ertaga yo bugun 97-qishloqqa ko'chib ketmoqchiman. Ya'ni ko'chib ketmayman, prosta o'sha yerda ham yashamoqchiman. Sababi 97-qishloqqa meni ham chaqirishmoqda va o'sha qishloqda men ham yashayman deganlar. Lekin juda ham zo'r qishloq ekan, menga yoqdi. Oldin yashaganman deganman, bilasizlar, sizlarga aytganman. Eng birinchi o'shloqdan sizlar men yashaganman. Lekin undan keyin esa bu yerdan ko'chib ketganman. Hozir esa Joxa nomli bitta, bilasizlar, hammalarga kerak, bilmadim kim tanimaydi uni. Joxa nomli bitta YouTuber o'sha yerda yashayapti. Agar bo'lak sizlar Joxani tanisanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men Joxani taniyman deb yozib qoldirsanglar, men juda ham xursand bo'laman albatta. Tak, unda qolsa endi mana ularni ham yaxshilab ekib olishimiz kerak kartochkalarni va undan keyin bularni merga topshirib kelamiz, lekin bo'la bilmadim, lekin qo'yilib qoldim, bor Cobalt mashinasini sotib olibdi. Juda ham zo'r to'g'risini aytsam, Cobalt mashinasi menga, lekin menga O'zbekiston mashinalari uncha ham qiziqmayman. Qiziqib ko'rmaganman ham to'g'risini aytsam, menga baribir ham BMW yoqadi-da, bo'la BMW Germaniyada ishlab chiqarilgan. Nimalardan qolsa, endi esa bularni o'sha qanaqa qishlog'i merga olib boramiz. Mer ham qishlog'i, lekin bu merda baribir. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, Krif, yaxshimisan? Yaxshi o'z qolay. Yaxshida tayyorlanyapsanmi 97-qishloqqa ko'chib ketishga? Tayyorlanyapman. Juda ham yaxshida, lekin bizlarning qishloqqa ham kelasan, kelaman albatta. Mayli, unda qolsa eng oxirgi marta senga ish berib qolay. Mayli, qanaqa ish? Xullas, ana sandiqni ichini och. Sandiqni ichini. Yo'q, bu yerda nima bo'ldi? Xullas, ko'ram, bugun bizlarning qishloqqa kiyim bozor qurasan. Nimaga? Bilmadim, shu prosta qurasan-da. Yo'q, lekin sizning kallingiz joyidami? Qurasan degani qurasan. Mayli, quraman. Shuncha narsa endi mayli, shularni hammasini olaymi? Ol va qur. Bo'ldi, men quraman, mayli. Pulni kelishamiz. Agarda qursang, men senga bitta cho'tki mashina fadar qilaman. Seriozmi? Rahmat. Arzimaydi. Mayli, bo'la bizlarga cho'tki boshda padar qilayotgan. Bilmadim bo'la qanaqa mashina padar qiladi, lekin ko'ramizda bo'la. Hozir bilan yaxshilab endi internetlarimni olib chiqishim kerak va undan keyin xullas bo'la qurishni boshlaymiz. Bloklar hammasi tayyor. Prosta qursak bo'ldi. Tak endi esa bo'la qayerga qurishni o'ylashimiz kerak. Ochiqcha yo'q qursak bo'ladi, bo'ladi. Ochiqcha yo'q quramsa, unsiz ham. Tak, mana bu tarafga qursa, bu merga yopishib qoladi. Bu esa juda ham zo'rman degani. Davay bo'la, mana bu yerga Davay, mana bu tarafga kirish qilamiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Lekin esa internetlarning hammasini qo'limga olishim kerak va все bo'ladi. Lekin ketmon kerak emas edi, hamayli bo'la. Lekin esa bularni yaxshilab chekka yopib qo'yaman va qurilish bloklarini olib, men esa mana bu yerdan qurilishni boshlayman deganlar. Tak, unda qolsa mana bu tarafdan sekin quraveramiz endi. Quraveramiz gapga qaranglar. Quraveramiz deb o'zgina o'zbekchasiga quraveramiz degan ham bilmadim bo'la, o'zgina bir zamonagoy gapda bo'la. U ham bitta zamonagoy so'zlardan bittasi, bilasizlar, zamonagoy bo'lib yursa, zamon talabi bilan teng yurgan bo'lasizda bo'la. Mayli, unda qolsa mana bularni ham hammasini yaxshilab olamiz va bilmadim bo'la necha blokli bo'ladi. Menimcha shu ham yetib qolsa kerak. Bilmadim bo'la, lekin yetadimi, yetmaydi. Yana bitta qator qo'shaylik. Shu bilan yetadi aniq. Lekin esa mana bu tarafga ikkita qator qo'shamiz. Bola, stop, qator oldik. Qator bordik, hammayli bo'la necha
Menimcha shu bo'ldi yetadi normalniy menimcha cho'tki bo'ldi. Tagini esa tagini mana bunaqa tekst bloklardan qilamiz. Ya'ni bu bilmadim qanaqa blok qilasiz bo'ladi. Tekst toshlaysak menimcha normal bo'ladi. Tagini esa sekin bu polni qilamiz mana bu tarafga va menimcha juda ham yaxshi. Va endi mana bu yerga ham va endi oppa va endi mana bu tarafga va oppa juda ham yaxshi mod bilan просто shirpillatib tashladik buni. Juda ham yaxshi chiqdi menimcha. Tak endi esa tak bo'ladi. Mana bu tarafdan yuqoriga qaray quramiz endi. Tak 1 2 3 menimcha yetadi. Yetib qoladi bolalar. Tak endi esa mana bu tarafdan ham 1 2 3 va mana bu tarafga ham 3 ta blok. Juda ham yaxshi chiqadi menimcha. Bilmadim bola yaxshiga chiqadi degan umiddaman. Bloklar menimcha juda ham ko'p berdi menga. Yetmay qattiq ham uradi bola. Yetib ortib ham qoladi bu buncha blok. Tak 1 2 nechta blok bo'ldi bu? 2 ta bo'lib qolibdi va все. Buni 4 ta bor mana harakat. Mana buni sindiramiz va все bo'ldi. Ol o'lmay qoldi be. Oldimmi olmadimmi buni? Olmam bo'la bilmadim. Olmadim deb o'ylaman. Amal endi esa mana bu yerda yana modlar bilan qo'yasiz. Mana bunaqa devorlarni quramiz. Oppa va juda ham yaxshi. Aytganda sekundlarda quramiz bu narsani. Tak oppani qilamiz va oppa juda ham yaxshi. Bolalar bilasizlar, lekin kiyim bozor qursak juda ham yaxshi bo'ladi. Sababi qishloqda bitta bozor yo'q. Bu ham bo'lsa kiyim bozor bu vaqtgacha hech qurilib ham ko'rmaganman-chi kiyim bozor bo'lib ko'rmagan, ya'ni qishloqda birinchi marta men quryapman. Juda ham yaxshi bir tarafdan. Kim birinchi bo'lib kiyim bozor qurdi, krif qurib juda ham yaxshi bo'ladi menimcha. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bu taraf. Bu degan yaxshi. Mayli uni qolsa, bolalar bilmagan bo'ldi. Nima deb deyapman o'zim. Mayli endi esa mana bu tarafdan sekin mana bunaqa qilib ikkitalik eshik ochamiz bu yerga. Lekin eshik menga berilmadi, bilmadim bola bu yerni o'zi qo'ysa kerak eshiklarni. Bu yerni o'zi qo'ysa ham kerak. Aniq bo'ldi. Sabab menga eshiklar bermadi. Bu degani bu yerni o'zi qo'yadi degani. Tak endi esa agarda vaqtim bo'lsa, o'zim qo'yib yuborishim mumkin. Endi esa nima qilish kerak? Oynalar qo'yib chiqishimiz kerak birinchi. Ichini bezatmasdan albatta oyna qo'yib chiqsa juda qulay bo'ladi. Tak mana bu tarafga va bir endi esa ikkita va juda ham yaxshi. Endi mana bu tarafga ham ikkita. Tak oppa va ikkita qilsak mana bu tarafga menimcha yetsa kerak bilmadim bo'ladi. Xunuk bo'lib qoldi. Hamma bo'ladi. Necha bizga bo'laveradi. Tak endi esa oppa qilamiz va lekin bola sariq o'yna qaranglar, juda ham zo'r chiqdi menimcha. Bilmadim lekin bola zo'r chiqdimi, xunuk chiqdimi menga. To'satdan menga xunuk chiqdi. Hamma bo'ladi. Necha merni o'zi biladi u yo'qni. Tak u yoq bilan meni ishim yo'q. Tak endi esa bu yoq bilan tak ikkita qilsak menimcha yetdi bo'ldi. Ikkita qilsak bo'lar ekan. Tak juda ham yaxshi. Tak endi esa oppa va orqasidan tak bu nechta blok? 1 2 3 4 5 6 7 6 ta blok, 7 ta blok bo'lsa, mana bu yerdan ikkita ochamiz va mana bu tarafdan ikkita ochsak yetar ekan. Juda ham yaxshi. Oynalar o'sha bo'la oynalarni mana bo'ldik, devorlarni hammasini bo'lib chiqdik. Endi esa buni bo'la tomini yopish kerak. Tomini qanaqa blok deb aytaman bilasizlarmi? Bo'la ko'rlar sakraganmi? Bo'la ham juda ham yaxshi sakradim. Albatta yaxshi sakradim deganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib plyus yozib qo'yinglar. Tak endi esa tomini mana bu blokdan qilmoqchiman. Sababi agar yog'och qiladigan bo'lsam, yog'och bo'la bilasizlar tez chiriydigan blok. Shuning uchun chirib bo'la tomi shuni chirib ketish mumkin. Chirsa juda ham yomon degani bu. Shuning uchun unaqa problema kerak emas menga. Men keyin deb chiqarib nimaga polni bu daraxtdan qilding deb chiqarib, palakat tushib ketdimi? Mana qo'yib yuboraylik. Oppa, lekin tushib ketgan juda ham yomon bo'ldi. Amal endi qaytadan chiqsam, davay bolalar ichkarisidan quramiz uni. U yo'q problema emas. Nimasini problema qilib o'tirman bilmadim. Tak endi oppa qilamiz va mana bu tarafga oppa. Все, bola, все. Ichkarisi вообще bombardimon-chi, imbo chiqdi. Juda ham yaxshi. Mana bu tarafga oyna qo'yilmay qolibdi. Bilmadim qaysi insof bilan uni qo'ymay qo'yganman. Endi esa bir yerga bola kassa qurishimiz kerak. Kassa diyam demoqchiman, qaysi kellar bilan yiqay bola. Tilam уже ketdi ko'rish mumkin. Tak mana bu tarafga kiyimlarni ilamiz endi. Bilmadim endi bu kiyim bozorini kim boshqaradi? Merni o'zi bo'lsa kerak. Bilmadim endi bo'la. Lekin men boshqarmayman, sababi bilasizlar boyotgandek men bo'la 97-qishloqqa bugun yo ertaga ko'chib ketdim. Tak endi mana bu yerga va stolchiklar bu yer kassa uchun menimcha kassani tak mana bu tarafga qo'ysak bo'ladi. Tak oppani qilamiz va kassani mana bu tarafga qo'yamiz. Oppa va bitta stolchik va все. O'z narsani olib kelib oladi. Va menimcha to'g'ri aytsam bo'la, menimcha uni udar chiqyapti. Вообще udar chiqyapti menimcha. Degan esa mana bu bo'la aylama kiyimlar ham bor ekan. Bular shimlar ekan. Mayli bo'la. Hech shalg'imaymiz. Degan esa
mana bu yerga qo'yamiz kiyimlarni va mana bu tarafga ham kirish joyiga ham ozgina kiyimlar qo'ysak, bu sig'mas ekan, bu ham sig'maydi, hech qaysi sig'maydi mamcha. Mana sig'ar ekan, juda ham yaxshi bo'ladi. Bu to'lib ketdi bu yerda. Qanaqasi ketdi mana tarafga? Mana o'tkazib yuboringlar, baratallar, kiyim botchilar o'tkazib yuboringlar mana. Bariga topgurlar. Amal bilan necha menga baribir mana bu tarafga qo'yib ketaveraman. Dagini mana bu yerga mana bunday qo'ysak bo'lar ekan va endi mana bu yerga bitta qo'ysa, bo'lmas olib tashlab buni. Mana bundan bitta qo'ysa bo'ldi. Все, menimcha bo'ladi. Juda ham cho'tki chiqdi qaranglar. Endi bolalar ishlarni merni o'zi qo'yib oladi. Sabab menga eshik berilmadi, shuning uchun mana bu o'tiraqda bo'lib qaranglar, shuncha kiyim bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana bunday futbolkalar yig'iz zo'r ekan, qaranglar, futbolkalar lekin gap yo'q. O'zimga bittasini olib qo'ysam bo'lar ekan. Mayli, unda qolsa, endi esa bularni menga qolgan narsalarni merni o'ziga topshiramiz va uyga borib ozgina damni olaman va ertaga ko'chib ketishga tayyorlanaman. Mer xolos mana narsalarni solib qo'yaman. Qurib oldingmi? Da, qurib oldim. Hozir ko'raman o'zim. Lekin cho'tki qurgan bo'la, agar cho'tki qurmagan bo'lsa, lekin mashina bermayman. Bo'ldi, cho'tki qurganman o'zim. Bo'ldi. Takuna qolsa narsalarni solib qo'ydim. Juda ham yaxshi. Rahmat. Arzimaydi. Menga rahmat aytdimi? Kimga? Menga rahmat aytdimi? Gap yo'q bola, gap yo'q. Degan esa xolos ichkariga kiramiz va mana bu narsalarni, instrumentlarimni solib, xolos bo'lib tayyorgarlik ko'rishim kerak ertaga ketishimga. Narsamni hammasini taxlab xolos bo'lam, men moshina berish kerak menga. Juda ham yaxshi. Ungacha esa bo'la mana kompyuterimni ozgina rostlashim kerak, ya'ni YouTube kanallarim degandek bilmadim bo'la. Xolos ishlarim bor. Mayli bo'la, charchamaylar, sog' salomat bo'la. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.